Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari. Eslatib o'tamiz, bugun mana xudo xolasa 6-iyun chisosi. Hozir mana ko'rib bo'layotganlaringizdek Sankt-Peterburg Toshkent O'zbekiston havo yo'llari reysining yo'nalishida registratsiya jarayonlari boshlandi. Ko'rib bo'layotganlaringizdek, bu Toshkent reysi yo'nalishida mana reyslar ham kechikkan. 23:20 da uchish kerak edi, 12:00 ga qoldirildi va shu o'rinda aziz vatandoshlar Toshkent reysi bilan parallel ravishda uchadigan Sankt-Peterburg Termiz O'zbekiston havo yo'llarining reysidagi reys ham kechiktirildi. 23:50 ga uchish kerak edi. Kechki soat, ya'ni 7-ga o'tar kechasiga soat 2:45 ga reyslar qoldirildi. Bunga sabab aziz vatandoshlar, bu hammamizga o'zi tanish holat bo'lib qoldi oxirgi paytlarga. Ya'ni shu bespilotniklar sababli, shu dron uchganligi sababli aeroport, imенно Sankt-Peterburg shahri Pulkovo aeroporti 3 soatga yopildi. Shu sababdan ne только aynan havo yo'llarini, aynan bizning vatanimizga yo'naltirilgan reyslar, jamiki qolaversa mana shu, imенно mana shu bugun aeroport Sankt-Peterburg shahridan uchadigan ko'pgina reyslar qoldirildi. 2-3 soatga reyslar kechiktirildi. Tafsilot va holat jarayonlarida ko'rib kuzatib boraverasizlar. Nasib qilsa hamma reys uchadi, faqat vahimaga berilmaymiz aziz vatandoshlar. 2-3 soat kechikish bu hech qanaqa qo'rqinchli holat emas. Elga kelgan to'y, hamma holatni birgalikda ko'rib, kuzatib qabul qilamiz aziz vatandoshlar. Kuzatib boraverasizlar. Hammasi xudo xolasa yaxshi bo'ladi.